Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerda ikkita eshik, ikkita rom bo'ldi. Bu eshigimiz razmeri 2.18 ga 3.2 antrazit akfaga bo'ldi. Juda ham zo'r chiqdi, ko'rishlar mumkin. Ikki qanotli eshik, bu yerda bokovoy bor. Qanotlari 65 dan bo'ldi. Ijrochilari zo'r, xudo xolasa. Oq oynaga bo'ldi. Pastlari orqa fon. Bu yerdagi romi. Bu romning razmeri 1.70 ga 1.60. Ko'rishlar mumkin. Oq oyna o'rtasidan ochiladi. Bu tomondagisi. Sizlar ichkari tomondan ko'rsataman. Zamoylari ham zo'r bo'lgan. Ichkari tomondan ko'rishinglar. 3 ta qanot bo'lgan, bu qanot ochilmaydi. Romlari mana bu keyingi eshigi. Bu eshik ham xuddi o'shandaqa. Ijrochilari zo'r. Bu keyingi romi. Akfa plastik ruchkalardan qo'yganmiz. Kimga shunday akfalar kerak bo'lsa, 91 487 13 37 nomerlarimizga aloqa qilib olasizlar.